Endi oqilon tugatay kelsak, u insonmi? U hukm o'quvchi bir insonni bizlarni yagona o'g'limiz. Boshqa boquvchimiz yo'q bizlarni. Er xotin ikkita bilan ishlamaymiz. Davlatga ham boqmanda bo'lishni xohlamaymiz. Lekin o'sha o'g'lim boqib turadi. Bu tergovda armiyaga bormagan, armiya ko'rish kelgan, ishlamaydigan deb ko'rsatdi. Qani uni Zoir aka, Zoir Toyli kishi o'zlari tashabbuslari bilan o'g'limni bir yillik armiyaga, Denovga, Surxondaryoga yuborganlar. Kelib, bu yerda toza hududda foydalanish bo'limi rahbari bo'lib ishladi. Keyin bu ishga tushib qolgandan keyin 2-3 uyda 1 gram nasha tabletka deb aytsa, o'shani 1 yil nima deya 10 foizga qo'ydi. O'g'lim 1,8 mingga bu oilamni boqolmayman. Adajon, Xitoylarning joyiga borib ishlayman deb yoqqa o'tib ketdi. O'sha yerda ishladi. Ishlab kelayotgan edi, o'sha kuni ham ishlab kelayotgan edi. Kech payt mendan qaytayotgan vaqtda ham Bobur, Dilshod sani tinch qo'ymaymiz. Kerak bo'lsa qizlarni qo'yib bo'lsa ham qamataman, seni yo'q qilamiz. Bizlarga ish qilsan deydi. Lekin qo'lingni nima kelsa qilaver. Men birov sotmayman, birov. Chunki vatan xoinlarini ishga ishlab ko'paytiradi, ular vatan xoini qulog'i. Chunki ertaga bizdan ham sotadi. Vatanni sotadi. Chunki ularga ishonch kim beradi ishonchni vatan xoinlariga? Kim? Bu davlat. Ishki prokuraturada Xurshid degani bor edi. U o'g'limning qo'lida kishan. Lekin urushgan. Nega urdi degan savol. O'sha kuniga 25-yanvar kuniga men 11:02 telefon qilganman. Qilgandan keyin bular o'g'lik qochmoqchi edi. Sambo'silda ishlatib yiqitdik. O'g'limning qo'lida kishan bo'lsa, kameralar bor-ku. Kamera bittasi o'sha kuniga ishlamagan. Kamerani ochaylik deb ko'rsatmaga qana ber kamerani ko'raylik desa, ichki ishlari binosida kamera umuman ishlamaydi. Bu haqiqatga to'g'ri keladimi? Qani aytinglar, vijdonan aytinglar. Bu Piskent tumaniga kelib, ichki ishlarga kelib o'rgani, ichiga kirish oddiy mani qo'limdan kelmaydi-da. Vakolatim bo'lganda men ularni shunchalik qilardim. Lekin vakolatimiz yo'q. Vakolatni cheklab qo'yilgan.